O Xitoy eri bayada meni so'yab qo'y deb turibdi-da. So'yab qo'y degandan keyin yolg'irib men seni so'yab qo'ysa bo'lmaydi, u bo'lsa unda olsa jadvalni qo'l qo'yib bermayman. Muhtaram jamoat, Rabbimiz Qur'oni Karimda shunday deydi: "Estağfirullah, Muhammadun Rasulullah vellezina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar, ruhama'u baynahum." Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning elchisidir. Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan birga bo'lgan, birga turgan kishilar, ya'ni sahobalar kafirlarga noita qo'pol, kafirlarga noita shiddatli, g'azab, nafratlik keladi. O'zaro mu'min musulmon qarindoshlariga bo'lgan muomalada noita rahimdil, mehribon keladi. Bu Qur'oni Karimdagi bir oyatning bir qismi, Fath surasining oyatidan bo'lgan bir qismi. Endi Abi Davud rivoyat qilgan bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday deydi: "Man ahabba lillah va man abghada lillah va a'ta lillah va mana'a lillah faqad istakmala iymanahu." Bir odam Allohni deb yaxshi ko'rsa, Allohni deb yomon ko'rsa, Allohni deb bersa va Allohni deb cheklasa, iymonini to'liqlagan bo'ldi. Bu bir hadis. Endi shu bir oyatning bir qismi va to'g'ridagi o'qilgan shu hadisni cho'radigan asosda qisqagina bir tahlil shaklida nasihat anglab o'tamiz. Endi Qur'oni Karim mu'minlarning qanday bo'ladiganligini, iymon ahlining qanday bo'ladiganligini o'ttirib qo'ydi. Nechilig'an oyatda bizning hozir o'qib o'tganimiz Qur'oni Karimdagi oyatlardan bo'lgan bir oyatning bir qismi. Uning o'xshagan nurg'unlagan o'rinlarda mu'minlarning sifatlarini, kofirlarning sifatlarini, munofiqlarning sifatlarini aytib o'tib tushunishli holatlarda tilga ilib o'ttirib qo'yib o'tdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shu shaklda o'ttirib qo'yib o'tdi. Endi bu oyat karimadagi mazmunning sifatlangan eng muhim bir sifati ashidda'u 'alal kuffar. Kafirlarga nisbatan Rasulullohning sahobalari nayt g'azab, nafratlik, nayt shiddatlik, g'alizata qulubihim deb tafsirlanadi. Qalbidan bu kafirlarga faqat silq sipoyilik, mehribonlik, muloyimlik yo'q deb tushuntiriladi. Ya'ni bu sahobalarning shu davridagi sifati. Endi biz şu dünyadaki İslam milletinin bir parçası bo'lishimiz bilan Uyg'ur, Müslüman, elhamdülillah, 1000 yıldan buyon İslam diniga e'tiqod qilib kelayotgan bir kishilar bo'lishimiz bilan bizda dünyadaki başka Müslümanlarda tepilmayotgan alohida xususiyat, xarakterlar bizda bor. Bu pek çok fazilatli bir xalqmiz. Bu fazilatlardan birisi şunçuluğun ig'ir zulüm, ig'ir kafirlik, mecburlangan dinden tinişka, dinden vazgeçişke şunçuluk teşebbüs kılıngan vaqtlarını biz dinimizde devamlı çın tutan bir millet. Dinimizden vazgeçmegen, dini itikadımızdan çekinmegen, dini emellerimizden herkes boşak kalmagan bir millet. Çoğu dadılarımız depegендek 1969 yılı bilen 79 yılı aralıkındaki 10 yıl jarayonida Kapresiya vakti medeniyet inkılabı deydigan fillarni bilen atab mescitlerimizni, medreselerimizni her xil to'ng'iz boqadigan, hayvon boqadigan her xil yomon o'rinlarga aylantirib şu mescitlerge imam bo'layotgan, imam bo'lib kelgan ahli ilmlarni, ustozlarning bo'yniga şu kitoblarini qaltiga silib, bo'yniga ortib, tepan qilib, qimlig'ini qilmay shundoq eskilik qilgan vaqtlardami shuni ko'rgan shu xalq yana qo'rqib ketib dinni yig'ilgan emas. Din bilan chin turib kelgan bir millat. Mana bu bizning fazilatimiz, biz millatning alohidligimiz, muhtaram jamoat. Mana shuning bilan birlikda bazı vaqtlarda bir az
boşanlık kıladigan bir İslam'ı bizden, biz millet oluş sütümüz bilen de bizden ötken. Muşu kafirlarga naiti öç boluşta bolsa da kıyametke kadar ve la udvana illa ala zalimin. Zalimlarga ta kıyamet küçülük öç adavet tutuş mü'minin bir sütiydi. Muşu sübetke kelgen vaqtida hem de bu Xitay olsun bir edem, bu mu bir Xudanın bendesi, Xudanın kulu dep, muşunda yavaş yumuşaqlık bilen muamele qilib qalgan bir xatolik. Bu mu bizden sadır bulanlık, millet bölüş sütümüz bilen. Muşunun oxşagan meselelerde tarixte bolgandek hazır muşunda. Bir qalbde ikki xil qorqunch sığmaydı cemaat. Ya Allah'tan korkumuz, ya Xitaydan korkumuz. Ya Allah'ını yaxşı görümüz, ya onun başka bir narsani yaxşı görümüz. Muşu mesele kelgen vaqtida bu vatandagi qavm qarindoshlarimiz çaresiz, bularga amali yo'q. Ammo muşu Türkiye'dek muşundaq bir kengri davlat turibmi, yana aşu necha ming kilometr uzunlik qilgan Xitoydan ve şu Xitoyning nishadagi yaloqchilaridan qo'rqib, shuningdan ehtiyot qilib, nayt bek avaylab yashashmi, biz 200 yıl ömür görmeyimiz cemaat. Bek uzun ömür görüp ketmeyimiz. Xitoyga bo'lgan nafratimiz, Xitoyga bo'lgan o'ch adovatimiz shu darajada aniq bo'lishi kerak, aniq bo'lishi kerakligi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning davridagi sahobalar Quraysh mushriklariga qanday o'ch bo'lgan bo'lsa, bizga zulm qilayotgan, dinimizga zulm qilayotgan, dinimizni dafsan qilayotgan, bizning insonligimizni dafsan qilayotgan, ayol xonim qizlarimizga dafsanchilik qilib berayotgan mushu zalim Xitoyga qo'rqmay turib, mushu zalimning zalim ekanligiga o'zimiz avval bir butun ishonish kerak. Bu Xitoyga bo'lgan umidni bir butun uzmay turib, muhtaram jamoat, Allohning nusrati kelmaydi, Allohning yordami kelmaydi, qalblarimizga haqiqiy iymonning ta'mi o'rnamaydi. Endi anlaşlarga qaragan vaqtida unda bo'lmasligini umid qilamiz. Biz endi bu gap so'zlarni to'y munosabati bilan aslida to'yga munosabatlik tabrik so'zlarni qilib o'tkazishimiz kerak. Shunday bo'lsa-mu, ammo muhtaram jamoatlarning yig'ilgan vaqtida bu gap so'zlarni biroz eslatib qo'yishni Cenab-ı Allah qalbimga soldirib olay. Mushu Xitoy 2017 yildan boshlatgan qo'shmoq tuqqan siyosatida 5'te birga bo'lish. 5'te birga bo'lish degan nima degan gapkan desa, tomoqni ichishda birga bo'lish. Tomoqni ichishda shu bir Xitoyni tuqqan qilib qo'ygan bo'lsa, shu Xitoy bilan tomoqni birga ichib yeydigan gapkan. Ana undan tomoqni yeyishda birga bo'lish, birga o'tirib yeydigan gapkan. Sayohatda, badikalda birga bo'lish, adamigarchilikda birga bo'lish, yetib qo'pashda birga bo'lish degan shu 5 xil ishni tuzum qilib, bunga bir jadval chiqarib, bu jadvalga shu Xitoy qo'l qo'yib bersa, lekin shu oilaning egasi kamp qilmaydigan tuzum chiqarib. Ham bu Xitoy nima Xitoy? Biz ko'nglimiz deb bilishimiz mumkin. Bu Xitoyning hammasi kadr emas, ba'zi lobeyshonlar bor, ya'ni Xitoylar bor. Ba'zilari tijoratchi, ishchi xizmatchi, medikachi, normal bir Xitoylar, o Xitoylarning gunoyi bor deyishimiz mumkin. Shu biz da'vatgan normal Xitoyni shu Dadidan, Gungshidan, Naydan çoqatib, emsi sen aileге mesul olursan, sen ekşi oluştun bilen, sen ben razıyım şu aileden de kol koyup vermişsen, muş ailenin başlarına durumu yaptırıp solayımızdan, çocuklara şu təlim terbiyeni verse, o galvan Xitay'ı, bu nemiş kızartır ben demek, şu aile girip, şu 5 kişi birli olarlar. Bir ayal kişinin vergen dualıqda, şu ayalın gözünün dişini ötken gel, şu qo'shmoq tuqqan qilib qo'ygan Xitoydan birisi xo'jayin boy Xitoy ekan u. U Xitoy eri boyada meni so'yab qo'y deb turyapti-da endi. So'yab qo'y degandan yolvorib men seni so'yab qo'ysam bo'lmaydi, u bo'lsa unda olsa jadvalga qo'l qo'yib bermayman. Qo'l qo'yib beramiz, buni oqibati qanday bo'ladi? Turmoqqa bir qo'laydi. Shuningga mushu Xitoyga bo'lgan g'azab, nafratimiz aniq bo'lmay turib, biz mushu Uyg'ur milletimizin içindeki musulmonlarchiligimizni bizning taqvoligimiz yaxshi bo'lmaydi jamoat. Bu mushunda bo'lgan ekan, mushu İstanbulda oshxona ichayotgan muhtaram qarindoshlar, azizlar, mushu Xitoy millatini biz mishaga akilib tomoq bersak, balki hil Xitoy mishaga cho'gilib qolgan bo'lishi mumkin. Shu
Bizning tuqulimiz olmasın mı? Bizning şu kavim qarindoshlarimizni bo'zib ketgan shundoq men onunla miyay kelib bizning qonqoni deysiz bo'lmaydi qarindoshlar. Shuning shu masalaga kelganda mayli fuqarosi olsun, mayli kadr olsun, mayli munofiq olsun, Xitoyga bir tomoq sotmaydiganni Istanbuldagi barliq oshxonalar va shuningdek buni shu bugun o'tirayotgan shu Berkat restorani shuni bir butun o'zimizga qaror qilsak, o'zi jamoatligimi jokali versek, bugundan boshlab balki deb qo'yganimiz shunday deb deb qoldik hamda. Bu şu Xitoy kelsa tomoq sotmaymiz. Rizqni Janob Alloh berdi. Mana bugünkidek shunday bir-biridan aziz qimmatli ustozlar, muhtaramlar, har xil sodiq islom iymonli kelib mishad o'tirgandan keyin inshaalloh bu yerda duo takbir o'tadi. Janob Alloh berdi. Ismini berkat, Janob Alloh berkat qilib o'tgaydi. Janob Allohdan bizmi ham duo qilib tilishib beramiz. Mana shu masalaga kelgan vaqtida muhtaram qarindoshlar, bir irodamizni taqim kuchlantirsak. Hamda dinimizning umumiy jarayonini aytgan vaqtida illallah demay turib la ilaha deydigan din bu. Evvel bir narsalarni inkor qilib o'tib bo'lib, bu bo'lmaydi deb bo'lib, iningdan keyin bo'ladi deydigan din bu. Shuningga biz bizga hamda biz mushu boshqa millatlarimiz deymiz buni. Arab qarindoshlarimizni da'vatimiz, yerli qarindoshlarimizni da'vatimiz ba'zilar deydi Falastinda bek zulm bo'ldi, to'g'ri bek zulm bo'ldi. Ma bizning beshimizga kelgan zulmga Falastin yo'q qarindoshlar. Ona ya şehit oludur, ya hayat kalıdır. Ya şehit olur, ya hayat kalıdır. Biz müştak dengi pay olarak müştak durmadığımız. Şununla bizge Rabbimiz Celle ve Ala'nın nusreti lazım. Bu nusret, bundan 5-10 ya 4-5 edenin üstü güçmeydi. Bu müştak cemaatin üstüge, köpçülükün üstü güçüdür. Şununla köpçülük, cemaat buluştuğumuz bilen biz bir bütün ıslahatta yüzlenişimiz gerek. Bu yüzlenişimiz için bizden baylarımız, iktisadiygilerimiz, yaxşı adamlarımız, müştak buradan kişilerimiz, Xitay'dan bir korkuduğun bir kutulup kestik. Xitay'dan ihtiyat kutuluğunda bir kutulup kestik. To'g'ri deyishimiz mumkin. Vatanda u bor, bu bor. Biz hammamizning bor. Biz hammamiz tanlov to'shkidan paydo bo'lmagandan keyin bizning hammamizning urug'-tuqqanimiz bor, ota-onamiz bor, ota-onamiz bor. Endi buni biz Ar-Rahmanur Rahim bo'lgan Allohga topshirdik. Allohga omonat qildik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir kunisi bir bolasini nayta ovaylab, so'yib, yolab ketayotgan bir ayolni ko'rsatib sahobalarga, ey sahobalar, bu ayolni ko'rdik ya Rasululloh. Allah şu balasını şu derecede mihribanlık kılıvatkan anadır mı? Her bir kılığı bekrak mihriban der şunakçandır. Allah bek mihriban. Allah bek mihriban. Ama mesele meydan meselesi, çın duruş meselesi, etikat meselesi. Rabbimiz hemimiz ne? Etikatta çın duruş var, imanda çın duruş var. Özümüzün ehlinin, ulemalarımızla hürmetleşke, şularının gibini anlaşma nasibi dar olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.